Assalomu alaykum. Bugun sizlarga erkin andoza asosini tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib ko'ylagimizni uzunligini qo'yib olamiz. Ko'ylagimiz uzunligini 100 cm qilib oldim. Yuqori va pastini to'g'ri chiziq qilib chizib olamiz. Endi esa bo'yin kengligi uchun 8 cm va yelka kengligimiz 12 cm ni belgilaymiz. Shu 12 cm dan pastga 1 cm tushamiz va yelka kengligini 1 cm tushganimiz bilan birlashtirib olaman va 8 cm yelkani davom etaman. Mana bu nuqta bilan mana bu nuqtamizda orasi 8 cm bo'lyapti. Endi orqasi uchun 2 cm, orqa o'yindi uchun 2 cm tushib olaman va orqa bo'yin chuqurligini chizib olaman. Endi esa shu 8 cm dan pastga qarab bizga yuqori bilak aylanasi kerak bo'ladi. Bizda yuqori bilak aylanasi 42 cm. 42 cm ni 2 ga bo'lib 2 cm qo'shib olaman. 23 cm bo'ldi. Mana. Esa pastdan bo'ksa aylanamiz bizada 100, 4 ga bo'lib olaman 25, 25 ga 6 cm kenglik haqqi qo'shaman, 31 cm bo'ladi. Endi esa bu chiziq bilan bu chiziqni tutashtirishim kerak. Qo'ltig'iga ozginagina forma bergan holatda ozgina qo'ltiqqa forma beramiz va etak kengligiga birlashtirib olamiz. Etagini bundan ham kengroq qilishimiz mumkin. Qancha kenglik bersak, biz shuncha etak kengligini yuqoriga ko'tarib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir men 2 cm yuqoriga ko'tarib oldim. Endi esa yeng uzunligini qo'yamiz. Yeng uzunligini yelka nuqtamizdan keyin qo'yamiz. Birinchi yelkamizni davom ettirib olamiz. Mana yeng uzunligi bizada 60 cm. Yelka nuqtamizdan biz 60 cm ni belgilab olamiz. Xuddi shu 60 cm dan 90 gradusga pastga shtrix chiziq qilib olamiz va pastki bilak aylanasini qo'yamiz. Bizga pastki bilak aylanasi 22 cm. 22 cm ni 2 ga bo'lib 11 cm qo'yamiz. Bu yer bizada 11 cm, yeng uzunligimiz esa 60 cm bo'ldi. Endi shu 11 cm ni biz proyma nuqtasi bilan tutashtirib olamiz. Yengimizda o'rtasi osilib qolmasligi uchun teng o'rtasini topamiz va yuqorida 1 cm chiqib biz buni ikki tomonga avallashtirib olamiz. Mana bizda orqa tomoni tayyor bo'ldi. Endi xuddi shunda old qismini chizamiz. Orqa yelkamizdan 1 cm pastga tushgan holatda bo'yin o'yindidan yelka chizig'imizni tutashtirib olamiz va oldi o'yindi uchun 8 cm pastga qarab to'g'ri tushib oldim. Hamma o'zini o'yindisiga qarab, necha santimetr kiymasligiga qarab chuqurligini o'lchab olsak bo'ladi. Bu mana oldi o'yindisi bo'ladi. Endi biz yengni o'zidan qilgan fason qilsak ham bo'ladi. Mana bu joyiga chok tushirib yengni alohida qilib olsak ham bo'ladi. Agar biz yeng qismini alohida qilib oladigan bo'lsak, alohida bichib oladigan bo'lsak, xuddi mana shu joydan 3 cm ichkariga kirgan holatda shu 3 cm ni yuqoridagi nuqtamiz bilan tutashtirib olamiz. Buni nima uchun olib tashlaymiz? Mana bu joyi bizga kerak emas, olib tashlaymiz. Chunki bu yengni tikkan paytda mana bu joyga ortiqcha yig'ilishlar bo'lmaydi. Endi xuddi shu fasondan biz reglan fason ham chiqarishimiz mumkin. Buning uchun yelka nuqta bilan oldi bo'yin o'yindini qiya holatda o'lchaymiz va teng o'rtasini topib olamiz. Shu teng o'rtadan proyma chuqurligiga qarab to'g'ri chiziq bilan tutashtirib olamiz. Bu chiziqni yelkani xuddi shu burchagidan qo'ltiq chuqurligiga olib kelishimiz mumkin. Yelkadan pastga 4-5 cm tushib ham bu yerga olib kelishimiz mumkin. Endi xuddi shu chiziqni teng uchga bo'lib olamiz
va pastki nuqtadan ikki tomonga 1,5 santimetrdan xuddi shu ko'rinishda xuddi shu ko'rinishda vitichka qilib chiqarib olib tashlaymiz. Bu joyda ham bizga kerak emas, bu joyda ham olib tashlaymiz. Endi biz yengini manjet qiladigan bo'lsak, necha santimetr manjet qilishimizga, misol uchun 4 santimetrli manjet bo'ladigan bo'lsa, biz 4 santimetrni manjet qilib olib tashlashimiz ham mumkin. Endi xuddi shu fasonni oldi tugmali qilib ham qilishimiz mumkin. Buning uchun 3 santimetr tugma qadash haqqiga o'tib olamiz. Mana xuddi shu joyiga esa bizda tugma bo'ladi. Agar biz yuqorisini stoyka yoqa xohlaydigan bo'lsak, 2,5 santimetr bu bizda 2,5 santimetr stoyka bo'ladi. Yana biz bundan bir nechta fasonlar chiqarishimiz mumkin. Misol uchun, mana shu turdagi fasonni ham biz shu erkin andoza asosida chiqarishimiz mumkin. Bu fasonni qanday chiqaramiz? Xuddi shu erkin andazani chizgan holatimizda yeng uzunligimizdan etakka qarab xuddi shu ko'rinishda xuddi shunday chizib olamiz va shu joyni qirqib olamiz. Agar bu joyda mana bizda bu fasonimizda uzun manjetimiz bor. Biz ham manjet xohlaydigan bo'lsak, uzun manjetni 12-15 santimetr qilishimiz mumkin. Misol uchun biz 12 santimetr manjet qiladigan bo'lsak, 12 santimetr manjet uchun ajratamizda va xuddi shu manjetdan shu ko'rinishda qirqib olamiz. Xuddi mana shu ko'rinishda biz andaza chiqarib olganimiz bizga mana shu fasonni olib keladi. Oson, hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Ko'rib olishingiz va xuddi shu andazadan foydalanishingiz mumkin. Keyingi darsligimizga qanday fasonlarni chiqarishga qiynalasiz? Izohda yozib qoldirsangiz, men sizga o'sha fasonni qanday andazasini chiqarishni ko'rsatib beraman.